Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi sizlar bilan uchrashuvimga menga o'xshab juda ham katta mutaxassis, o'z ishining ustasi, salomatlik bo'yicha 20 yildan beri mana shu sohada ishlaydigan meni partnyorim, birga ishlaymiz. Linara Bazabekovani taklif qilganman. Ular bilan muloqot qilib, ba'zi narsalarni sizlarga yetkazmoqchimiz. Assalomu alaykum. Linara Bazarbekova, Toshkent shahridaman. 20 yildan beri ushbu yo'nalishda faoliyat ko'rsatmoqdaman. Linara juda ham ko'p men reyslarimda, prямой efirlarimda hammasida kompleks yondashuv degan so'zni ishlataman. Shu metodika bo'yicha gapiraman. Siz ham shu to'g'risida ozgina fikringizni, bu nima o'zi, qanaqa qilib bu kompleks yondashuv bo'yicha salomatlikni tiklash mumkin, shu to'g'risida qisqagina ma'lumot bersangiz. Katta rahmat. Faktически hozirgi kunda juda ham avjiga chiqibdi. Mana qadimga qaytish degan narsa. 1000 yildan oshdiki Ibn Sinoni tip qonunlari chiqqanga. Albatta tip qonunlarida hech har bitta tana a'zosi alohida ko'rilmagan. Kompleksda, chunki mana aytaman Muhriba, mana jigarimiz alohida yonimizda banchkada yurmaydi, ichimizda joylashgan. Har bitta bo'g'inimiz, har bitta a'zoyimiz mana shu ichki muhitda. Tip qonunlarda ham mana shu sog'likni butun tana bilan tiklashga mana shunaqa usul tutilganda, hozir ko'p rosa o'sha tip qonunlari anaqalarga Ibn Sinoni ishlariga murojaat qilaman. O'sha yerdan ko'p narsani olaman. O'sha payti 1000 yil oldin yozilgan narsalar ayni bugun ilmiy tasdig'ini topyapti-da, yangilikdek olinyapti, anaqa ko'rilyapti-da, faktически qadimdan bor bu narsalar. Mana bitta amerikalik yosh onani nimasi chiqdi menda, lentada Instagramda. Holistik doktor deydi. Eslaysizmi? Holistik doktorlar paydo bo'lyapti. Bu degani kompleks yondashgan nima? Chunki biz ichimizga nima kirsa o'shamiz. Mana siz ham, Gulbahor, siz ham ancha yillik tajribaga ega, oliy ma'lumotli lavozimlarda o'tirgan deyarli Minzdravni vakilisiz. Nima uchun ayni bizaga keldingiz? Nima uchun ayni hozir bizlar bilan faoliyat ko'rsatyapsiz? Shu ozgina tarixingizdan именно sizga nima turtki bo'lgan bu yoqqa kelishingizga. Men o'zi yoshligimdan ota-onamni постоянно kasal bo'lganiga har doim hayron qolardim. Nimaga har doim odam yilda 2-3 martalab bansiga yotardilar. Mana shu narsa meni qiynardi. Sababini bilaman degan maqsadda men 6 yil institutda o'qidim. Lekin o'qidim, ishladim, lekin mana bu ichimdagi qiziqish bo'lgan savolga men javob topaman. Bolalarimdan muammo boshlandi, o'zimdan muammo boshlandi. To'g'ri, 2007-yilda men o'sha tabiiy o'shanda ko'zim sal moshlik ochilgandek bo'ldi. Aptekani dorilar umuman bizga yordam bermasligini, faqatgina og'riq qoldiruvchi, davleniya tushiruvchi, simptomlarini tushiradigan dorilar ekanligiga 2007-yilda ahamiyat berdim-da. O'zim bizga institutda faqatgina aptekani dorilar bilan, farmakologiya bilan salomatlikka boradi degan fikr bizda paydo bo'lganda o'qib yurgan paytimizda. O'shandan keyin men aytdimki, yo'q. Оказывается, bu yo'ldan men qidirgan nima yo'ldan savolga javob topa boshladim o'sha paytdan. Lekin oxirigacha qanaqadir nimadir yetmayapti-da, men yana qidira boshladim. 20-yil kelganimda qadam mana shu qanaqa qilib salomatlik tiklash mumkin ekanligini o'sha yerda tushundim. Katta sog'lig'imda muammolar o'sha paytda, buyragim yiringlab yotdi, ikkalasi ham. O'sha qon bosimim ko'tarila boshladi. Varikozim вообще 25 yoshimdan qiynardi. Yiringlarda boshqa qilardi, tromb bo'lardi, varikozlarim ikkala oyog'imda вообще qiynardi. Jigarim o'sha 35 yoshimda o'sha jigarim yog'lanib ketdi. O'tfagimda даже tosh yig'ilgan ekan, uni ham yiring kachat qilishgan menda. Xullas kalam sog'lig'im juda ham og'ir bo'lgani uchun qani ko'ringchi nima qanaqa rezultat olaman, qanaqa natija olaman. Qani 2-oyga o'rtalar kelganda umuman peshobda anaqa qolmadi. Chunki men o'zim juda ham yaxshi his qilgan paytim edi. Ham davleniyam chiqdi o'sha paytdan beri, Linara. 6 oy bo'ldi, chekap qildim. Jigarim toza, buyraklarim toza, davleniyam ko'tarilmaydi. Men shunga xursandman. Va mana shu narsa menga juda ham qimmatli. Allohga million marta shukr qilaman. Million marta shukr qilaman, shu mana shu yo'nalish meni oldimdan chiqdi. Chunki menga muhim, men endi 66 ga to'laman, yaqin endi yarim yil deb hisoblayman, yarim umrim o'tdi hisoblayman. Yana mana shu yo'nalishni meni o'sha bolalarim biladi, navaralarım biladi. Ichishadi, ko'rishadi. Men shunga xursandman. Avlodingiz saqlanib qoladi. Avlodim saqlanib qoladi. Mana bu bilimlarimni ommaga, butun olamga yoygim keldi. Mana shu sog'liqqa qadri nima, qanaqa bo'lish kerak va hokazo. Dinara, qarang, bizga, sizga, menga juda ham ko'p insonlar mana o'zlari muammolar bilan kelishadi. Ular bizdan qanaqa afzallik eshitishadi, afzallik ko'rishadi. Qanaqa afzalliklar bor? Birinchi o'rinda biza boyagi qadamma-qadam oson birinchi sinf o'quvchisi ham uni o'zlashtira oladi. Ikkinchisi bu men mutaxassis sifatida natijagacha qadamma-qadam yonida. Любой payti suv icholmayapman, nima yesam bo'ladi, qancha yurish kerak,
yonma-yon natijagacha qo'lingizdan ushlab natijagacha olib boramiz. Mana Gulbahor opa aytgandek, o'zimizga qoladi bu bilimlar. Masalan, menga klient keldi, 3 oy сопровождение qildim, natijagacha olib bordim. O'sha 3 oylik tajriba o'zida bilim bo'lib qoladi. O'shani meros qilib avlodlarga biza yoshligimizda mana men buvamlar umuman ma'lumoti bo'lmagan, harflarni tanimasdilar. Lekin pashsha chaqqanda so'lakda olib surtardilar. Chunki tarkibida bilmagan, просто uyda ko'rganini qilganlar. Mani antiseptik bu. Da, fermenti bor va ishqoriy muhitda, tushunyapsizlarmi? So'galim bo'lardi. So'galimda anaqa qo'ydi so'yganda o't tufagidan teshib, surtib, devorda kavogaga so'ganlarda, mana shu qursa bu ham tushib ketadi. Haqiqatan ham tushib ketganini ko'rib chov borib kavakka borsam u yo'q. Xullas, mana shu bilmaganlar, ma'lumoti bo'lmagan, maktabda o'qimagan, lekin uyda ko'rganini qilganlar, ana shu bizning avlodimizga 3 oy mobaynida menga keladi klient, 3 oy mobaynida o'rgataman, teoretik anaqasini beraman, naviklarni tekshiraman, suv ichishni o'rgataman, tozalanishga mahsulotlarni ko'rsataman, bo'ldi. U meditsinskiy universitetdan o'tgandek уверенный bo'ladi и ana shu zahoti odam sog'ligiga javobgarlikni zimmasiga olgan bo'ladi. Zimmasiga olish osongina bo'ladi, chunki yo'ldan o'tdi-da уже. И albatta, masalan, nutritsiologga boramiz, tabibga boramiz, doktorga boramiz, ular bizani o'rgata olmaydi, chunki murakkab sistemasi. Masalan, o'zim o'sha o'tlarni qayerdan yig'aman, qayerdan bilaman qachon undan yig'ishini, qanaqa uni tuyishini, qaysi birini, qaysi qismini olishini men bilmayman, o'rganishga butun umr kerak. A bu yerda tayyor tizim, anaqa kompleks yondashuv, trener da, o'sha boyagi o'rgatuvchi, coach deydimi, trener deydimi, и mahsulot. Bo'ldi, hamma narsa bor, magazinga kelasiz. Masalan, hozir meni kliyentlarim o'sha 4 avlodlardan beri ichadi, bemalol только o'sha magazin ishlayaptimi, yo'qmi, nima o'zim bunday podskaska qilib beraman, nima olishini bemalol ota-onasiga programmalar tuza oladi, chunki bizlar qizg'anmaymiz. Bizga motivatsiya ham bor, o'sha bilan ulanishga odamlar bilan. Mana shunaqa afzal taraflari. Mana konsultant по здоровью oilasini taniymiz, oilasini tarixini bilamiz. Bolacha tug'ilganda homiladorlikka tayyorgarlik, уже bo'ldi, qarindosh bo'lib ketamiz. Albatta qarindoshga pul uchun g'irromlik qila olmaymiz. Chunki уже ich mehr qo'ygan bo'lamiz. Mana hozir mahsulotni gapirdik, Gulbahor opa, siz aytibsiz, boshqa proyektda mavzuviy narsadan foydalangansiz. Endi bizani hozirgi proyektimizda afzalliklarini men eslayman, siz tarixingizni gapirib berganingizda bitta narsani rosa izlaganman, student qo'shnimni ko'rib degan. Juda ham to'g'ri eslatdingiz. 4-kursli paytimda o'zim вообще bu so'z nima deydi? Tirik suv to'g'risida. Ya'ni tirik suvni hammamiz ertakda deb o'ylaganmiz, to'g'rimi? Lekin hayotda ba'zi bir insonlar tirik suv ustida ishlayotganini men 4-kursda eshitib qoldim. Men aytdimki, bilasanmi dedim, o'sha inson tirik suv yaratishga harakat qilyapti, bilasanmi? Agar tirik suv odamni anaqa umrini uzaytirar ekan degan gapda men ilhomlanib ketdimda esladim, chunki yoshligimda ham 1-2 eshitdim. Men erinmasdan u odam bilan o'sha joyga bordim. Katta sasud, katta to'rtburchak idishda, uning ichida katta kichiklardan elektrodlar plus minus elektron qo'yilganda zaryad beryapti. 45 yil narsa bo'ldi shu anaqa ekanki, keyin u odamni yo'qotib qo'ydim. 2020-yilda kelganimda, 2020-da birinchi eshitgan narsam tirik suv bo'ldi. Mana shu. Voy, bormi desam, tabiiy. Men unda ko'rgan elektrodlar bilan qilishgan. Keyinchalik tushundim, shu elektronnik bilan qilganingiz bilan suvni boshqa xususiyatlarini qo'shib bera olmas ekanmiz. Faqatgina zaryadini o'tkazib qo'yish mumkin. U zaryad ham ma'lum bir paytda o'zgarib ketar ekan. Uni ham eshitdim. Mana bu tabiiy bizani tanamizga kirgan suvni haqiqiy qilib beradigan mahsulot borligini eshitganda, вообще men anaqa dedim, shokda edim, bilasizlar. Haligacha mana shu baklashkamda idishimda, mana shu idishimda olib yuraman har kuni. Kamida 2 litr mahsulot solingan 2 litr suv ichaman. Bilasizlar, men nima uchun bunga yana bitta ixlosim tushdi? Chunki bu mahsulot mana shu tirik suv bilan men как раз 2020-yilda hammadan bilamiz, mart oyida Covid boshlandi hammada. Covid ishlash kerak bo'ldi. Meni Coviddan saqlagan aslida mana shu bo'ldi. Ko'rinmay. Bu shu suvni mohiyati bilan men biror marta 2 yil Covid bo'lgan bo'lsa, biror marta men kasal bo'lmadim. Men bilan ishlagan odamlar, ularga tushuntirdim, quloq solishmadi-yu, foydalanishmaganlar hammasi 4 martadan 5 martadan Covidga kirib chiqishdi. 4 martadan 5 martadan hammasi kasal bo'lib chiqdi. Hozir men tanigan o'sha Covidda kirgan insonlar hozirgi paytda revmatoid poliartrit, osteoporoz, artroz, koksartroz hamma turidan bor tanishlarim ichida. Allohga shukr qilaman, mana shu mahsulot meni hozirgacha meni qutqarib keladi. Butun oilamiz bilan ichamiz shu mahsulotni. Mahsulotlarimizni sifati juda ham yuqori.
Yevropa standartlariga javob beradigan mahsulotlar degan fikrni agar tushunsanglar, GMP degan standart bor, ISO degan standart bor, shunga o'xshagan standartlar, NASR degan standartlar, bular eng yuqori ishlab chiqarish standarti bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga faqat beriladi. Bundan tashqari mahsulotlarimizni sifati darajasi yuqori hamda mahsulotlarimiz dunyoni nufuzli davlatlarida 14 ta davlatlarda ishlab chiqariladi. Bu Amerika, Kanada, Yaponiya, Germaniya va hokazo mamlakatlar. Olimlar ishlaydi buni ustida. Bu mahsulotlar 300 yildan beri yig'ilib kelgan tajribalar asosida nufuzli olimlar bu mahsulotlar ustida ishlagan. Boshqa tadbirlar bor. Ana shu tadbirlarda ular qatnashadi, ular bilan uchrashamiz, gaplashamiz. Ularni yanada yangi qilayotgan, yangi mahsulotlar ishlatgan to'g'risida gapirib berishadi. Biz ular bilan fikr almashamiz, so'raymiz. Xullas ularni taniymiz. Menga juda ham ko'p insonlar bu mahsulot buncha qimmat deyishadi. Qimmat emasligini qayerdan bilamiz? Solishtirgan holda. Qimmatligi nima bilan solishtiryapmiz? Pensiya bilan solishtirayotgan bo'lsak, albatta bu rosa qimmat. Aptekani dorisi bilan aptekadagi shu toifali mahsulotni oladigan bo'lsa, chunki mana mesimlar bor, kalsiylar sotiladi, kollagenlar sotiladi magazinda. Arzon deymizda. Hozir siz o'zingiz gapirib o'tdingiz, qanaqa sharoitda ishlab chiqariladi, qanaqa ilmiy izlanishlarni, qanaqa olimlarni ilmiy izlanish natijasi, albatta bu hammasi narxiga kiradi. Masalan, bilaman, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan gijjaga qarshi mahsulot, nomini hozir eslamayman, aytmayman, 500 ming tarkibida 4 xil o't O'zbekistonda chiqarilgan bo'lsa, ana Chimkentga chiqib yoki Zominga borib yig'ib kelgan, balkim o'stirgan, balkim Xitoydan sotmagan. Hozir shunaqa ishlab chiqarishlar ham, boshqa usullari ham bor. 4 ta o'tni aralashtiradi, beradi 500 ming. Bizani bitta mahsulotimiz 12 ta o't, faqat o'tni kukuni boyagi bariga tuygani emas. Ana shu o'tlarning vытяжкалari, qiyomlari 12 ta qaymog'i. Endi u Kanadada ishlab chiqarilyapti. Kanada sertifikatlanyapti, GMP Haspiso halol sertifikati ham bor bizda. Keyin o'sha Kanadadan rastamoshka qilinyapti Aziyaga, Yevropaga, Aziyaga. Keyin O'zbekiston sertifikatsiyasidan o'tib bizga kelyapti. Mana shunaqa ofisda sotilyapti. Oyliklar kiryapti. Endi men iqtisodchiman, shuning uchun batafsil. Endi oyliklar to'lanyapti, arendalar to'lanyapti, bizga boyagi skidkalar chiqyapti. 2 barobar. Mayli, bo'lsin 2 barobar. 2 barobar arzon, yana cashbackimiz bor. Bu qimmatmi, arzonmi? 1 millionga qanaqadir jelatinov sotilar ekan, 1 millionga bolalarda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bolalarga o'sha gijjaga qarshi mahsulot 1 million. Lekin bizda doktorlar ham ko'pda. Bitta doktor taniysiz, anaqa aytdiki, "Dinaropa, u 1 million narsani bermang. Bolani pochkasini shunaqa qilaylab qo'ygan jelatin hisobiga suv ichmagan bo'lsa kerak." Qarang, kompleks yondashuv shunday iborat. Birinchi suv ichishni o'rgatamiz. Hamma chiqish yo'llarini, sirkulyatsiyani ta'minlab beramiz. Keyin gijjani haydaymiz. U o'sha 1 millionlik narsani O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 1 millionlik narsani bola ichyapti. Hayotidan частная klinika qutqarib qolyapti pochkasini bizani suvimiz bilan yurib qo'yib. Tasavvur qilyapsizlarmi? Qimmatmi, arzonmi? Yoki mana bo'g'inlarda, meni bitta tanishim Termizdan trener bolam, Coviddan oldin muammo bo'lgan bo'g'inda yaxshi koreyskiy protez qo'ydirgan 100 millionga. Bitta bo'g'inini 100 millionga. Mayli 30 millionga 10 ta biuron bo'ladimi? 3 million deb hisoblasang-da suvlari bilan. 10 oy biuronimizni ichasiz suvi bilan. 10 oy ichganingizda 260 ta bo'g'in tiklanadi. Nastroyeniya yaxshi bo'ladi, og'riq bo'lmaydi. U bola 100 millionga, 30 million 3 barobar arzon bo'lyapti. Lekin natija u 100 millionga natija yo'q, invalid bo'lib 4 ta bolasini invalidlik bo'yicha pensiya, u 90-nechinchi yil bolasi. Qimmatmi? Pensiyaga siz o'zingizni davleniya doringizga ham anaqa qila olmaysiz, ta'minlab bera olmaysiz. Davleniya ketmaydi. Bizada mana shu suvni o'zida ich qotishni yo'qotadi, pochka jigarni yuvadi, davleniyani normaga keltiradi, qon tomirlarini mustahkamlaydi va tozalaydi. Qimmatmi? Kecha kim bilan hisoblashdik? Bir kunlik ko'rmay, bir butilka Coca-Coladan arzon, lekin Coca-Colani qimmat bir oyligi demaysizlar. Coca-Cola qancha ziyon keltiradi. O'shaning uchun umuman qimmat emas. Даже narxi bilan teng toifada turadigan mahsulot aptekadan ham arzon, plus yana cashback bor. Buni bemalol o'zingiz ham xuddi shunaqa bizga o'xshab tez o'zlashtirib, natijasini bilib, o'sha boshqalarga bemalol yordam bera olasiz. Bugungi kunda sinashga vaqt yo'q. Beri и делай. Kompleks yondashuv bu qadimga qaytish. Ibn Sino bizdan chiqqan. Prosta shunaqa tarixiy shunaqa bo'lib qolgan, u ma'lumotlar yo'qolib o'chib ketgan, lekin boyagi buvamda aytgandek, ana shu navbatlar qolgan. O'sha suv ichishda ota-bobolarimiz quduqdan, ariqdan suv ichgan, prosta quduqlar, ariqlar kamayib ketgan, hozir musullangan, o'shaning uchun tiklash kerak. Ota-bobolarimiz kletchatka yegan, oshqadi, lavlagi, turp, sholg'om yeyishgan. Juda ham muhim narsa. Mana shu tanadan bizlar foydalanamiz. Masalan, Gulbahor vrach bo'lsa, priyomiga borsam, albatta tavsiyalarni beradi, lekin tanadan men foydalanyapman. Gulbahor oldiga borguncha men kola yoki bo'lmasam chipsi yoki bo'lmasam girdi balonni men ichimga tashlaganman. Siz ichingizga tashlayapsiz. Siz javobgarsiz. O'sha javobgarlikni zimmaga olish shart. Chunki siz ovqat tayyorlaysiz, siz uni chaynaysiz yo chaynamaysiz, siz uni yo pishirasiz yo pishirmaysiz, siz qilasiz. Tanadan siz foydalanasiz. O'shaning uchun zimmaga. Zimmaga olish uchun boyagi kompleks yondashuv, suv muvozanati, mikrobiom muvozanati va to'laqonli oziq. Mana shu narsani yana keyingi afzallik o'rganish shart. Eslab qolingda, qo'llashni boshlang. Hech kim o'rgatmaydi. Mana doktorga borsak o'rgatmaydi. Suvni yarim soat oldin, 1,5 soat keyin ishqoriy bo'lish kerak, tirik bo'lish. Doktorlar ko'p o'zi bilmaydi. Bidjadan, masalan, shlak toksinlardan oldin to'g'ri o'tirib tozalamagan. Chunki normal ovqatlangan, normal harakat qilgan. Hozir hammamiz yopishib qolgan. Mana kompyuter bilan, telefon bilan, mana kresloga yopishib qolganmiz. Ketmon chopmaymiz. Uzoqlarga bormaymiz. Srazu taksi deymiz, peshqon yurmaymiz. O'shaning uchun bugun mana o'zimizni tanamizga, o'zimizni o'sha detoks qiladigan a'zolarga yordam xolos, bizani eng sifatini
afzal ko'ringlar o'zlaringga. Bot kompaniya iste'molchilariga shunaqa to'laqonli chin qalbidan mehr beradi, buni ijod topolmadim. Aslini olganda inson o'zi uchun nimani tanlasa o'shaga qarab yuradi. Kimgadir sog'liq afzal bo'lsa sog'liqqa qarab yuradi, kimgadir boylik kerak bo'lsa pulini boylikka tikadi. Ya'ni lekin dunyoda sog'liqdan afzal narsa yo'q. Menimcha insonlarni bilaman, juda ham boy yashashadi, hovlida 4 ta 5 ta mashina turadi, lekin sog'liqlari yo'q. Bu dars to'g'risida sizlarga hech qanaqa eshitolmaysizlar. Bu eksklyuziv, juda ham noyob ma'lumot. Bu noyob ma'lumotlarni agar sizga yoqqan bo'lsa, o'zingizda qo'llashingiz mumkin. Bemalol savol bilan murojaat qiling. Profilimizda hamma danalarimiz bor. Nima deydi? Sog'liqni tiklamoqchi bo'lgan insonlarga shu nimani ссылкасini yuborib qo'yishingiz mumkin.